Nava programmasının qizg'in ishtirokchilari kelgan qadamlar qutlug' bo'lsin. Men do'stinglar Shamsiya Abaydulla. Assalomu alaykum, gul chiroylar, navqironlar, xush keldinglar. Men sizlarning do'stinglar Abdurim Rahmon. Assalomu alaykum, kuyga oshiqlar, mehr yalqinlar, otash kuylar uzilmasin. Men sizlarning yangi do'stinglar Tahir Tursun. Assalomu alaykum, mendek umaqlar, so'z bo'lmoqlar. Yerda samo, ko'kda navo bo'lsin. Meni yon do'stlar, Zumrat Abduqodir. Mana bizning Nava programmamizmi rasmiy boshlandi. Bizning Nava programmamizda nurg'un o'zgarishlar bo'ldi. Ammo bu o'zgarish faqat bizning riyosatchining ko'payib qolganini bildirmaydi. To'g'ri. Shundoq kelgan mohirlarmi naqsni aytib bo'liblar uyga qaytib ketolmaydi. To'g'ri, ularni ust o'ynaydi, servis kirganlik, yumorlatib tepishmoq hammani o'rlaydi. Alayda bir riyosatchimiz bor. Gapni tez qiladigan. Hayajonlanib kelsa texnik. To'la hayajonlanib Intayin tez hayajonlanib ketdi. Xap bo'lmanglar. Ugo şu anda Abdurahimka, Rim Kanka. Esençiyada sizlarni to'g'ri tushuninglar deb Zumrat ikimiz bu sahnaga sal yangi. Shu sal hayajonlanib qilib, men hayajonlanib qolsam, gap qilmay turib qoldi ekanman. Zumratbek tez gap qildi ekan. Hech kimga qarama-qarshima, mana shu birsini zo'riq, birsini sizni qarama-qarsaklar. Rasundaka. Ama mayli o'g'ri qo'layli, semiz o'layli, salomat o'saqli bo'ldi. To'g'ri, salomat birinchi. Rimkamda sal ansirab qolaman. Menda ansiraysizlar Yo'q, ekan. Rimkam sal tez minib ketib qolsa, kiyimdan chiqib ketadi. Unda bo'lsa Zumrat mushu Shamsiyadan bizniki Navo programmamizdan qisqacha bir ahvolni tomoshabinlarga tunishib Shu bergan eng bo'lsa. peshqadam, eng pishqon riyosatchi. To'g'ri. Keng ko'rinmalarning kuchli talbiga binoan Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Dastivod kasbiy mablag'chiligi birlashib, yangi Navo programmasini vujudga chiqardik. Yangi Navo programmasi naqsh usul birlashtirilgan cho'ng tipdagi san'at musobaqasi bo'lib, 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan, san'at jihatda iqtidori bor, o'ziga ishonchi bor har qanday odam kelsa qizni qarshi oldi. Wow. Unda bo'lsa 70 yosh bo'g'illarimiz naqshini qo'yita usulni qanday qiladi? O'ynaydi, dedim-ku, usul o'ynaydi, servis kirganlik, yumorlatib tepishmoq chaqchaq hammani qiladi deb. Yana hayajonlandi. Demak, bunga programmamizda 7 yoshdan 70 yosh har qanday odam qatnashsa bo'ldi, yoshning cheklamasi yo'q dedi. Uningdan boshqacha. Uningdan boshqa hech qanday cheklama yo'q. Faqat Uyg'urcha naqshi aytalsizlar, kim qatnashsa bo'laverdi. Navo programmani damdi haftalik musobaqa, oylik musobaqa, yillik musobaqa shaklida olib berildi. Haftalik musobaqa jarayonida vujudga kelgan haftalik chempionlar orasidan oylik chempionlar orasidan yillik chempion baholab chiqildi. Shundoq. Haftalik yulduzga Xinjiang mashrab elektr uskunalari chekish shirkati ta'minlagan sirq shakli ko'rkam, muhit asraydigan, hozirgi zamon texnikasi qo'llanilgan, energiya tejaydigan 1600 yuan qiymatidagi mashrab to'nglatqular bilan mukofotlaydi. Mukofot katta. Katta. Oylikniki bor. Oylikniki yana o'sha Xinjiang mashrab elektr uskunalari chekish shirkati ta'minlagan sirq shakli ko'rkam, muhit asraydigan, hozirgi zamon texnikasi qo'llanilgan, energiya tejaydigan, ammo lekin 3500 yuan qiymatidagi 4 ishki to'nglatqular bilan mukofotlaydi. Yillikni deb aytaylik. Yillikniki maxfiy. Yillik chempionninki moddiy mukofoti maxfiy. Lekin muqim bo'lgan bir alohida imtiyoz bor. Uni bilsanglar, Navo programmasining yillik chempioni bo'lgan Mahir Markaziy televiziya stansiyasining Parlaq yo'l programmasi, ya'ni CCTV Xinguangda programmasiga bevosita qatnashadigan salohiyatga ega bo'ladi. Katta imtiyoz bor. Bir mukofot o'xshaydi uni. Undan boshqa yana Xinjiang televiziya stansiyasining Qurban yetliq san'atkorchiligiga numur qatnashtirish salohiyatiga erishalaydi. Voy, bu texnik katta mukofot ekan bu. Demak, Navo programmasi mana shunday iqtidorli kishilarni o'ziga jamlaydigan nihoyatda esil xosiyatli bir sahna. Ras bek yaxshi sahna bu. Bu sahnada hamda bizning mayirlar talantini namoyon qilib qolmasdan bu mayirlarga bu bir cho'ng bir raqobat maydoni bo'lib qolgan Navo sahnamiz. To'g'ri. Endi raqobat bo'lgandan keyin cho'qim baholg'uvchilar, numar qo'yib jamlaydiganlar, o'rtaq natija chiqarganlar bo'ldi deyman. Albatta, bizning baholg'uvchilarimiz bor. Baholg'uvchilarning vazifasi mahirlarga baho berish, undan keyin ortiqchiligini ko'rsatib berish, ularning yetarsizliklarini tuzatishga yordam berish. Lekin ularning tanlash huquqi bo'lmaydi. Tanlash huquqi kimda deganda, tanlash huquqi dal tuvan o'tgan bizning naq maydondagi tomoshabin do'stlarimizda. Biz 100 nomerlik bilet tashlash tuzumi bo'yicha naq maydondagi 100 nafar
tomoshabin do'stimizga elektronlik bilet tashlag'ich o'rinlashtirdi. Demak, bu elektronlik bilet tashlag'ich orqali bizning naq maydondagi tomoshabin do'stlarimiz o'zlari yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet tashlasa bo'ldi. Albatta, biletlarni ko'p bo'lgan mahirimiz ikkinchi o'tkalga tanlanib chiqdi degan gap. Tomoshabinlar ma huquqdan xo'shalomidinglarmi? Ma huquqni beryapti. Xo'sh, bayatın şemsiyada şu bağlıqçılarımız var diyardınız. Undaq şu bağlıqçılarımızı bir tanıştırır etemdi. Bo'ladi. Undaqda bağlıqçılarni bir tanıştıraylik ya. Bizning bağlıqçılarımız Şinjan Naqshi usul ömrikining pensioneri, ataqliq naqshchi, kompozitor Abduz Rahim Erkal efendim. Qarşılaymiz. Şinjan Xalq Radio Stansiyasining muzika tahriri, yosh, talantli kompozitor, naqshchi Mevlan Nantimin efendim. Qarşılaymiz. Yana bir baholıqchimiz bo'lsa, Şinjan Muqam ansamblining yosh, talantli naqshchisi, davlatlik 2-darajalik artist Rana Rozi xonim. Qarşılaymiz. Kelgan qadimizga merhaba. Xush kelibsiz. Bundaqda oldi bilan bizning bugungi programmamizga qatnashgan mahirlar bilan ekran orqali tanishib chiqaylik. Ben Yanava programmasi haftalik musobaqaning mahiri Mishir Qo'qor. Ben Yanava programmasi haftalik mahiri ML Degrup. Ben Yeni Navaz Programı'nda Mahir Abdülmet Bolu'ndan. Ben Yeni Nava programının siyaseti mutluluğundan vahiri Mikra İbrahim olarak. Ben Ürümçi'den. Ben Ürümçi'den. Talant bilan fırsat qilmoqchi faqat. Sizlerinin oluşumla Ben Ürümçi'den kullanırlar. Endi bayan biz deb o'tdik baholovchilarimiz baho berdi. Naq maydonda turgan tomoshabin do'stimiz bo'lsa, bilet tashlash orqali ikkinchi o'tkalga o'tadigan mahirlarni tanlaydi dedik. Undan boshqa al qilg'ish bosqichda o'zining rolini bek muhim joriy qildirgan yana bir turkum kishilarimiz bor. Ular bo'lsa-mu, har qaysi taratqulardan taklif qilgan taratqular vakillari sizlarni qizg'in qarshilaymiz. Şinjan Televiziya stansiyasi Uyg'urcha iqtisod turmush kanalidan Mahira Abdukerim. Şinjan Xalq Radio stansiyasidan Gulcannat Tuzal. Ürümçi Televiziya stansiyasidan Merhaba Abduvahid. Şinjan gazetidan Adolat Abduvahid. Şinjan san'ati jurnalidan Buxalchan Bahadir. Qo'yi to'ridan Zulfiqor Farhod. Karvan to'ridan Lutfulla Azad. Qachonmiz? Tangritog' to'ridan Akramjon Erkin. Qachonmiz? Tanıştırganlarını tanıştırıp olduk. Anda olsa tövende bizdeki Nava programımızın tuncu sahanının yani tuncu ötkülü boğan. Bizning naqshimiz. Gözüm yolumda kaldı sen güzel kelmeyi. Ya haber verme, aklı hiyalım aldın hiç aram verme. Seni görmesem bulmaz, sögü günlerim solmaz. Üstümden kilişken dedim geçmeyi. Hiç aram bulmaz canan gaye kili var mı candır geçmeyi. Güzelim munçun nazlanma ayrılıp kılıdı dünya. Kılıman seni hem sevda suyup kalı sen sezmey. Güzelim munçun nazlanma ayrılıp kılıdı dünya. Kılıman seni hem sevda kalı sen sezmey. Gül yüzün körmey. Gözüm yolunda kaldı sen güzel kelmey. Ya haber vermey. Aklı hiyalım aldın hiç aram vermey. Seni görmesem bulmaz, sögü günlerim solmaz. Küstüm ben
Erişkende dedim keşmeyi Gül yüzlürün kürmeyi Hiç aram bulmaz canım gayet kili var mı Candın geçmeyi Güzelim bunca nazlanma Ayrılıp külüdü dünya Kılımam seni hem sevda Söyüp kalısan sezmey Güzelim bunca nazlanma Ayrılıp külüdü dünya Kılımam seni hem sevda Söyüp kalısan sezmey Abdulla inim o'zingni bir tunishtirib ket qisqacha qilib bilan. Assalomu alaykum, narqaysi o'tag'an muhtaram tomoshabinlar. Men ismim Mirshad G'ofur, Shinjon Yezgilik universitetidan keldim. Hech kimda san'atga qiziqib cho'ng bo'lgan naqshlarni aytib, asosan shu Abdulla akamning naqshlarini aytib cho'ng bo'lgan. Lekin oylik iqtisodim sababidan san'at maktabiga kirmay qolib qoldim. Lekin shunda men de boshqa maktabga kirib o'qigan bo'lsam-mu, o'zim yana san'atni yaxshi ko'rib, ham o'rganib, naqshlarni do'rab aytgan bo'lsam-mu, ovoz jihatdan o'zimga qattiq talab qo'yib, yo bo'lmasa ovoz mashq qilib, işte hamda ovozimni shu tariqada mashqlantirib keldim. Yaxshi. Bizning mushundoq turliqi afzallikimiz borchu, kasbiy jihatdan bek tarbiyalanib ketmagan taqdirdimi? Yana o'zida mushundoq tabiiy iqtidor bolalarimiz bek ko'p. Navoiy sahnasi shu sizlar uchun Mushu san'at maktabida endi san'atdan talant va ammo san'at maktabida o'qiyolmagan mushunda bir turkum jamiyatimizdagi ko'milib kelayotgan bolalar uchun yaratgan sahna bu. Albatta men Navoiy sahnasi. O'zimga ishonch qilib keldim, men cho'qim bilgan tal nima deb. O'zimga qattiq ishonchim bor ekan. Aka qilingni. Qani undaqda afkam sizga qutuq tilaymiz. Rahmat. Birdam arangab tursak. Yaş bilen ten gözümü açtım Bu sırlı şehirge nazar saldım Sen bilen yürgenlerge hayran kaldım Var mı bende akremsiz baylatça Yakımın bilen baylatça Bunu sen taraf kılgın gözümge Gelişim hoşumculu gözlükçe Hayramılar küçük küçük bir çoğunca Kaldı kametimde gelişken Özümce Michael Jackson o Seven çok kırmızımge Belki yaraşkan bursa açmanda Toktayman Kalbimde vardır kırarma Uşanlığım fakat tapan Gagamın nazarı demen olsam Hangi akarlı şahsadem Lakımın bilen paylaşacağım Ama gidarım yarınacak Kötü günde oyun bulalırız Gelince patladı aklımın ağzına Başkalarının sözü kulak salmayma Çünkü gözümge özümdeki yarayma Güdürümde ekserken koşallık Kanasın kaç bulup kalıştım korkumaya Lämmen bilen bayraca şok yürümen umakına Kirişkenmen kutli çolpana Hali özümge baktun kırılıma Ulan deydum beni umak boy Yıllık çıray senden uç boy Ulana iş çoktan bu yürek Doktumazdın doluğun oy
Laqımım mening boylacha, uni sen qarab bilgin ko'zimga. Kelishim shunchalik o'zgacha, ya bo'lar ko'z kichikli cho'g'cha. Katta qomatim va kelishgan, o'zimcha Michael Jacksonga o'xshayman. Sho'qqim o'zimga pek yarashgan, ko'rsa qalchiqandan to'xtayman. Katta qomatim va kelishgan, o'zimcha Michael Jacksonga o'xshayman. Sho'qqim o'zimga pek yarashgan, ko'rsa qalchiqandan to'xtayman. Qalbimda bordir bir armon, xo'shamligim faqat oppon. Dadamning nazarida men bo'lsam, mangu vaqotli shahzoda. Boyvachcha, o'zimcha Michael Jacksonga o'xshayman. Dadam meni oqatli shahzoda deydi. Saqal burtum chiqqan to'xtaymadimda. Saqal burtum chiqqancha o'ynaymaydi ekan, nava qatnashmaydi ekan, cho'ng ekan. Agar ashiga saqal burtum chiqqan to'xtaymaydi degan gap, mush ustunlarsin to'xtab qoldi degan gap emasmi? Yo'q, soqol chiqqan. Nima to'xtaysan? Nima to'xtaysan? Saqal burtum chiqsa. Sho'xliqdan. Yo, o'g'il olgan sho'xni to'xtatmas bo'lmaydi. Sizlarniki ma guruhlarning ismi bor qichar. Ismi nima? MLD guruhi. MLD qani? Qani baytrat. Lekin buning MLD degan uchun nimasi bor? Aslida biz bundaq boshqacha odamning qiziqishi olsin uchun ma'nosi yo'q qo'ygan. Odatda barcha guruhlar ism qo'ysa ma'ni qo'ydi-ku. Biz boshqalarning qiziqishini o'zimizga qaratish uchun, boshqalarning amroqligini keltirish uchun ma'ni yo'qla qo'ygan. Aytgan naqshanglar sizlarniki ijodiyatinglarmi yoki biroz boshqa birisi ijod qilib berganmi? O'zinglar ijod qilganmi? Tunji ijodimiz Boyvachcha. Voa, qancha ijod qilgan? Boyvachchilar. 1895 yili. Milodiya? Yen qurilgan chaqda ijod qilganman. Bak yaxshi ijodiyat topdi bu. Unda bo'lsa boy usulinglarda ayliq Michael Jacksonning bir harakati bor ekan, bunda mangdigan. Qonlashtirib, qanchalik qiladingiz? Men o'rganib olmoqchiman, barni-chi qaysinglar eng yaxshi qila oladiganinglarni duo qilsanglar. Bo'ldi. Ben mazaq aldığım masa bulduğum şeydi. Bugün kullanmamız tekme. 40 yıl var. Çok yakınlarına tarihine 40 yıl var. 60'lar kirgende. 60'lar kirgen çağda aran mağdığan buldu şu çağda. Xo'sh, shunda chiroyli narsalarni aytib berdilar. Haqiqiy mushu to'liqsiz 16-17 yoshlarda baslar axsha. Mushu yoshdagi bolaning bir jo'shqinligi bor. Xo'sh, qanday aramab tursanglar.
kuydim ben. Aksınla silip nabat, lezzetinde süydüm ben. Haydi, Allah yarım haydi, Allah yarım haydi, Allah yarım haydi. Rahmat, rahmat, Abdus rahmat. aka. Meryem Khan. Abdus Khan aka bilan Riyim Khan ini bir yatsa ajab yarışıdı ekan. Abdus aka. Ha? Pek ciddileşattamsız ya azraqmi? Sen usuldan hemen nakşını okuduğun sen hasrap kaldın gerçekten. Oson emas, o'ynab turib naqsh etmoq oson emas. Armag'aysiz aka. Yosh cho'ngib qolgan deb mushu qog'liqdan kelganning yoqi jidal qotdim. Men namidan cho'ngdim. Kichik uşaq bolaning orasiga kirib qoldim men. Qanday qilaman deb. Ya undan dedim ama. Aka, chavobdan ko'rdingizmi? Mana ko'pchilik shunchalik yaxshi ko'rdi naqshingizni. Rahmat. Yaxshi ko'rdinglar ko'pchilik. Rahmat. Rahmat. Abdus Khan aka. Qisqacha o'zingizni bir tunishtirib aytgan bo'lsangiz. Ben Qağlıq nayının kökya yesidim. Ben şu Nava programımızda katmış üstüne 55 yaş şişirdim ben işim. Endi şununla ben bir şeyden patlaşıp kelip ben siz Nava programımız seniz çıkmışsınız bulmaydı dedim. Ben şunu bir katıldım da bir şeyge görümelli bilen biz görüşkende bir müyesser kıtken bir şeyge bir şey kelgen. Aka başta biz dedik-ku. Bu Nava programmasının yosh cheklimisi yo'q. Jins cheklimisi yo'q. Kasb cheklimisi yo'q. O'riq semizlik cheklimisi yo'q. Hech qanday cheklimi yo'q dedim. Shunlar siz o'zingizning ishingizni hargiz besim qo'ymang. Boshqa besim yo'qdi lekin aka. Yakın başka besim yok abi. O'zingizga ishonchingiz bormi? Javoblardan İşencim var. ishonchingiz bormi? Voy bu Abdusxon akamiz shunchalik kamsiz, shunchalik kamtar, ondan keyin shunchalik o'maq bir akamiz. Tövende nima deydi bana? Külever ekansiz, gap qilmaydi ekansiz desam, jinim ukam deydi aytsam, uyda xotinim o'zim kulib turma deydi. Lekin yomon chiroyli aytyaptingiz, Laqshmi, opirin sizga aka. Sizga utuq tilaymiz. Rahmat, rahmat. Unda bo'lsa, birdan maylarning kimorini bir ko'rib boqaylik, ha? Yüragimde oğluk bir nida
Xo'sh, Guliston, oldin bilan mehmonlarga o'zingizni bir tunishtirib aytamsiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, men Guliston Emin bo'laman. O'zingiz shu naqsh kasbi bilan shug'ullanasiz yoki boshqa Yo'q. kasb bilan? Nima kasb bilan? Mening kasbim bu san'atga faqatla munosabatsiz. Nima kasbdu? Nima kasb? Men elektr energiya maktabida o'qigan. San'at bilan kichigimdan yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rsiz. Yaxshi ish bo'lsin, rasm chizish bo'lsin, san'at hammasini yaxshi ko'raman. Hozir ham misol shu elektr energiya kasbi bilan shug'ullanyapmisiz yoki boshqa kasb? Yo'q. Ha. Nima kasb bilan? Kiyim laylash. Kiyim laylash? To'g'ri, kiyim. Hujjatim olaylik. Shunga ay. Maskovga kiyimlarni o'zingiz laylaganmi? Men sakni kiyimlarimni hammasini o'zim laylayman. O'g'illarning kiyimini laylaylamisiz? Laylab boqmagan, lekin laylashga ishonchim bor. Meni bir o'lchovilang. Voy kiyim. Guliston mening bo'yingizniki 1.68 m. Bunda esim tutoldim. Esim tutoldim. Pastishganga qaraylan o'lchasangiz balkim. Mushta ay kiyimni bir so'zsam menga. Jiddiylashyapsiz-a? Yo'q. Xo'sh, undaqda aromat bo'lsa, barcha zamonlarni texnika qo'nib. Otonga zarlandı yüreğim, kalbim seni sevgenim, Otur yana birer cevabim, kalbim seni sevgenim,
Oxir yana